Odamlarga har doim ham maslahat kerak emas. Ba'zida yordam beruvchi qo'l, tinglovchi quloq va tushunuvchi qalb kerak. Assalomu alaykum kanalimiz aziz obunachilari. Manfaatli videolarimizni kengroq tarqalishi uchun bir dona laykingizni unutmang. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin. Kavsar TV. Assalomu alaykum. Moskva hamda Moskva oblastdagilar diqqatiga. Sizlarga ishonchli xizmatlarimizni taklif qilamiz. Turdovoy dogovor bazasi ishonchli original registratsiya va uni продление qilish, SNILS, NNN, pasport perevod hamda deportni tekshirish. Shu va boshqa xizmatlar uchun bizga WhatsAppdan aloqaga chiqishingiz mumkin. Unutmang, biz sizga eng ishonchlisini tavsiya etamiz. Mana kullu man alayha fan va yabqa vajhu robbika zul jalali val ikrom. Uni ustidagi bor narsa yo'q bo'ladi, faqat Robbingning yuzi qoladi. Abadiy faqat Alloh taolo. Endi jannatga kirganda, jannatlar bir muddat yeb ichib ne'matlanganda, Allohdan boshqa narsa yo'q bo'lib ketadigan bo'lsa, jannat bilan do'zax ham yo'q bo'lib ketar ekanda degan vahm keladi kallaga. Shu masalani muolaja qilamiz hozir. Yaratilgan narsa yaratilgan kuni bo'ladi va bir kun nima bo'ladi? Yo'q bo'ladi. Demak, jannat bilan do'zaxni Alloh yaratdi, demak bir kun yo'q bo'lib ketish kerak ekan degan narsa keladi kallaga. Shuni ko'rib chiqamiz. Demak, jannat va do'zaxning borligiga iymon keltirishlik bu oxirat kunining borligiga iymon keltirishlikning bir muhim bo'ligi hisoblanadi. Mana Sirojiddin O'shi do'zax va jannatlar hech fano bo'lmas degan so'zi Alloh taolo bularni yaratib qo'yganligi va hech qachon bular yo'q bo'lmasligini bildiradi. Alloh taolo ularni boqiy qoldiradi degani bo'ladi. Ya'ni ahli sunna va jamoaning e'tiqodiga ko'ra do'zax ham jannat ham hozir bor, Alloh taoloni yaratib qo'ygan va ular hech qachon yo'q bo'lib ketmaydi. Bizning e'tiqodimiz shu. Bor, yaratib qo'yilgan, yo'q bo'lib ketmaydi ular. Mana shu masalada Mu'tazililar kabi adashgan toifalar jannat bilan do'zaxni yaratib qo'yilganligini inkor qilishgan. Ular Alloh taolo qiyomat kunida yaratadi. Agar hozir mavjud bo'lsa, oyatlarda xabar berilgandek yo'q bo'lib ketishiga to'g'ri kelib qoladi deyishgan. Masalan, qiyomat qoyim bo'lganda hamma narsa yo'q bo'ladi. Isrof alayhisalom surga puflaydi, bu dunyo ostin-ustun bo'ladi, osmon yo'q bo'ladi, yer yo'q bo'ladi, farishta, hatto Isrof alayhisalom o'zi ham o'ladi. Agar jannat yaratilgan bo'lsa, ular ham yo'q bo'lib ketish kerak bo'ladi deb Mu'tazillar shunaqa e'tiqodda gapirishgan. Agar jannat bilan do'zax yaralgan bo'lsa, qiyomat kunida hamma narsa yo'q bo'lganda, ular ham yo'q bo'lib ketish kerak. O'shuning uchun jannat bilan do'zax yaralmagan deyishgan ular. O'zlarini mana shu so'ziga dalil qilib, astagfirullah, kullu shay'in halikun illa wajha lahul hukmu va ilayhi turja'un oyatini keltirishgan. Uning yuzidan boshqa narsa halok bo'lguchidir. Ya'ni Allohning yuzidan boshqa hamma narsa yo'q bo'lib ketadi. Demak, jannat bilan do'zax yaralmagan hali. Agar yaralgan bo'lsa, qiyomat bo'lganda yo'q bo'lib ketish kerak deydi. Boshqa bir oyatda ham hamma jonzotni yo'q bo'lib, Alloh taoloning o'zigina qolishiga xabar berilgan. Astagfirullah, kullu man alayha fan va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom. Yer yuzidagi barcha mavjudot fonidir. Ya'ni yer ustidagi hamma narsa fonidir. Ulug'lik va ikrom egasi bo'lmish Robbingning yuzi boqiy qolur. Mana shu oyatdagi yer kalimasi kullu man alayha, uni ustidagi, ya'ni yerning ustidagi. Yer kalimasi umumiylikni ifodalovchi kalimalarning eng kuchlisi bo'ladi. U cheklanmagan ko'plikka dalolat qiladi. Modomiki mana shu kalimani, mana shu ma'nosidan boshqa ma'noga o'zgartiradigan dalil bo'lmasa, asl holda turaveradi. Shunga ko'ra, jannat va do'zax hozirda yaratib qo'yilgan bo'lganida, ularning ikkalasi ham, ichidagilar ham qiyomat kunidan oldin boshqa mahluqotlar qatori yo'q bo'lib ketishi lozim bo'lib qoladi. Ularni esa abadiy ekani hech qachon yo'q bo'lmasligi xabar berilgan. Shuning uchun ham ikkovini Alloh taolo qiyomat kunida abadiy yo'q bo'lmaydigan qilib yaratadi deyishgan. Ularning e'tiqodi shu ekan. Jannat bilan do'zax yaralmagan.
agar yaralgan bo'lsa, yuqoridagi ikkita oyatning dalolati bilan qiyomat kuni yo'q bo'lib ketish kerak deyshadi. Endi biz nima deymiz? Ahli sunna val jamoa jannat ham, do'zax ham hozir bor deb aytamiz. Mana endi dalillar. Jannat va do'zaxning yaratib qo'yilganligiga, hozir jannatni ham do'zaxni ham bor ekanligi dalillar. Qur'onda jannat va do'zax haqida kelgan oyatlarda o'tgan zamonni ifodalovchi so'zlar bilan xabar berilgan. Astagfirullah. Wasari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya'ni Parvardigoringiz tomonidan bo'ladigan mag'firatga hamda taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan jannatga shoshilingiz. Tayyorlab qo'yilgan o'tgan zamonda keldi. Demak, jannatni Alloh taolo nima qilibdi? Yaratib qo'yibdi. Keyingi oyat. Wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Kofirlar uchun tayyorlab qo'yilgan do'zaxdan taqvo qilinglar. Kofirlar uchun nima qilingan? Tayyorlab qo'yilgan. Demak, ikkala oyatdan ma'lum bo'ldiki, jannat ham, do'zax ham bor, ular tayyorlab qo'yilgan. Keyingi dalilimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Me'roj kechasida jannatni ko'rganligi haqida xabarlar bor. Qur'onda Alloh taolo aytadi. Astagfirullah. Va laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Najm surasi. Qasamki Muhammad alayhisalom farishtani, ya'ni Jabroil alayhisalomni o'zining asl suratida ikkinchi bor jannat chetidagi nilufar oldida ko'rdi. Jannati ma'vo ham o'sha nilufarning oldidadir. Demak, payg'ambarimiz Me'rojga chiqqanda Jabroil alayhisalom ikkinchi marta o'zini asl suratda ko'rdi, jannatning oldida ko'rdi. Demak, jannat bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana Sidratul Muntahoga borganlarida ko'rgan narsalarni mana xabarni berganlar. Mana 3 ta oyat keltirdik-a. Mana hozir bir qancha oyatlarni o'qidik, jannat ham do'zax ham bor ekanligiga dalil bo'ldi. Mana endi jannat bilan do'zaxni bor ekanligiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi shariflaridan dalillar. Summa dakhaltul jannata fara'aytu fiha janabida min lu'lu'in turabuha al-misk. Rasululloh aytadilar, Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis, so'ngra jannatga kirdim, u yerda marvarat gumbazlar bor ekan. Uning tuprog'i mushk ekan. Gumbaz marvaratdan, tuprog'i mushka ambar. Rasululloh ko'rdim deb aytayaptilar. Mana Buxoriy keltirgan hadis. Keyingi dalil, Alloh taolo jannat va do'zaxni yaratgandan keyin Jabroil alayhisalomga buyurgan, borib ko'rib kechi. Jannatni, do'zaxni yaratdi, borib ko'rib kel dedi. Lamma xalaqallohul jannata wan nara arsala Jibrila ilal jannati faqal unzur ilayha va ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Alloh azza va jalla jannatni yaratgandan keyin Jabroil alayhisalomga aytdi. Unga bor, jannatga bor, unga qara va u yerda jannat ahllari uchun tayyorlab qo'ygan narsalarimga qara dedi. Jabroil alayhisalom jannatga kirdi. Jannatga qaradi. Jannatda Alloh taolo jannatiylarga tayyorlab qo'ygan narsalarni ko'rdi-da, Allohning huzuriga qaytib, izzatingga qasam ichib aytamanki, u haqida, jannat haqida eshitgan kimsa borki, albatta unga kiradi dedi. Ya'ni jannatning ta'rifini eshitar ekanmiz, o'sha yoqqa borishni xohlaymiz. Alloh jannatga amr qildi. U yoqimsiz narsalar bilan o'raldi. Alloh taolo Jabroilga unga qayt, yana bir marta bor. Unga qara va u yerda uning ahli uchun tayyorlab qo'ygan narsalarimga qara dedi. Jabroil alayhisalom kelib qarasa, jannat yoqimsiz narsalar bilan o'ralibdi. Ya'ni insonning qalbiga yoqmaydigan narsalar bilan. Bomdodga turish kerak. Qiylanib topgan pulingizni sarf qilish kerak. 5 mahal namoz o'qishlik kerak. Ro'za tutish kerak issiqda. Jannat xuffatil jannatu bil makarih deganlar Rasululloh. Jannat insonda nafsiga yoqmaydigan narsalar bilan o'rab qo'yilgan. Shundan o'tsang jannatga kirasan. Jannatni o'zini ko'rib turib hamma kiradi dedi. Endi unga kirishlik uchun nafsga yoqmaydigan ishlarni qilish kerakligini ko'rgandan keyin aytdiki, izzatingga qasam ichib aytamanki, unga biror kimsa kira olmasa kerak deb xavfsirab qoldim dedi. Demak, hadisning birinchi qismida jannatni Jabroil alayhisalom borib ko'rib kelganligidan
ma'lum bo'lyaptiki, jannat yaratib qo'yilgan. Davomini o'qiymiz. Alloh taolo Jabroil alayhisalomga do'zaxga bor. Unga va u yerda uning ahli uchun tayyorlab qo'ygan narsalarimga qara dedi. Bas uning ba'zisi ustiga chiqib turgan edi. Jahannamni ko'rdi, qaytib keldi. Va izzatingga qasam ichib aytamanki, unga jahannamga u haqida eshitmagan kimsa kirsa kerak dedi. So'ngra Alloh taolo amr qildi do'zaxga. Do'zax shahvatlar bilan o'raldi. Ya'ni insonni nafsiga yoqadigan hamma ishlar bilan o'raldiki, insonlar shu shahvatlarni qiladi va bu bilan jahannamga kirishadi. U shahvatlar bilan o'raldi. Alloh taolo Jabroil alayhisalom yana aytdi. Unga qaytib bor, qara. Jabroil alayhisalom qaytib borib qaradi va aytdiki, izzatingga qasam ichib aytamanki, undan biror kimsa najot topa olmay, unga kirib ketsa kerak deb qo'rqib qoldim dedi. Imom Termiziy rivoyat. Mana bu hadisda ma'lum bo'lyaptiki, Jabroil alayhisalom jannatni ham borib ko'rib keldi, do'zaxni ham borib ko'rib keldi. Demak, jannat ham do'zax ham hozir bor. Demak, jannat bilan do'zax bor ekan. Ular mavjud ekan. Endi bular yo'q bo'lib ketadimi, yo'qmi? Mana endi shu savol. Borligini hal qildik, hozir bor ekan. Endi yo'q bo'lib ketadimi, yo'qmi? Mavjudligi sobit bo'lgan jannat uchun tugash yo'q. Mavjudligi sobit ekan. Endi bunga tugash yo'q. Dalil. Astagfirullah. Inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. Jannatilar jannatga kirganda aytishadiki, albatta bu bizning, ya'ni jannat ahlining rizqimizdirki, unda tugash bo'lmas. Demak, jannat tugamaydi, birodarlar. Jannatdagi ne'matlarning doimiyligi haqida. Astagfirullah. Masalul jannati allati wu'idal muttaquna tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun va dhilluha. Ra'd surasi. Taqvodorlar uchun va'da qilingan jannatning misoli, uning ostidan anhorlar doim joriy oqib turuvchi, mevalari va soyalari boqiydir, tugamaydi. Tugamaydi. Abu Said al-Hudri va Abu Hurayra roziyallohu anhulardan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz aytadilar: "Inna lakum an tahyaw wa fala tamutu abada. Va inna lakum an tasihhu wa la tasqamu abada. Va inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Va inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada." Qachon jannat ahli jannatga kirishsa, bir nido qiluvchi aytadi. Endi o'lim olib kelindi, so'yildi, jannatilar jannatda, do'zaxdagilar do'zaxda abadiy qolishi aniq bo'ldi. Ya'ni oxirgi iymonli odam jannatga chiqdi. Shunda nido qiluvchi aytadiki, albatta yashashinglar sizlar uchun. Hech qachon o'lmaysizlar. Sog' salomat bo'lishinglar sizlar uchun. Hech qachon kasal bo'lmaysizlar. Albatta yosh bo'lishingiz sizlar uchun. Hech qachon qaramaysizlar. Albatta huzur halovatda yashamoqlaringiz sizlar uchun. Hech qachon baxtsiz bo'lmaysizlar deya nido qilinadi. Muslim rivoyat. Demak, birodarlar, kasal bo'lmaymiz. Qaramaymiz, o'lmaymiz, zerikmaymiz. Huzur halovatda hammasi o'shada bo'ladi. Endi jannatdagi ne'matlar abadiy bo'lganidek, birodarlar, do'zaxdagi azoblar ham abadiy. Bu haqida ham Qur'onda xabar berilgan. Astagfirullah. Innal ladina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya. Albatta ahli kitob va mushriklardan bo'lgan kufr keltirganlar jahannam o'tidadirlar. U yerda abadiy qolurlar. Undaylar haloyiqning eng yomonidir. Demak, ular ham abadiy qoladi u yerda. Mo'minlar, taqvodorlar jannatda abadiy bo'lar ekanmi? Kofirlar, mushriklar, munofiqlar jahannamda abadiy bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, birodarlar, jannat ham, do'zax ham hozir mavjud va ular hech qachon yo'q bo'lib ketmaydi. Yo'q bo'lish yoki bo'lmaslik masalasi haqida ulamolar ikkita narsani aytadi. Birinchisi, avvali ham, oxiri ham bor narsalar bor. Bir narsalarki, avvali ham bor, oxiri bor. Bunga dunyo va uning ichidagi narsalar kiradi. Dunyomiz avvali bor, oxiri ham bor. Endi ikkinchisi, avvali bor,
ammo oxiri yo'q narsalar. Bu jannat va do'zax shunga kiradi. Bu dunyoyimiz biz ko'rib turgan narsani boshi bor, oxiri ham bor. Bu birinchi toifa narsalar. Ikkinchisi, jannat bilan do'zaxki boshlanishi bor, nihoyasi yo'q. Qanday bo'lishi mumkin desa, Imom Azam aytadi. Raqamlarning eng avvalgisi nechi deydi? 1 deydi. Oxirgisi-chi? Aqliy dalil bu. 1dan keyin 2, 2dan keyin 3, oxirichi? Mumkin ekanmi? Boshlanishi bor bo'lib turib, oxiri yo'q bo'lishi mumkin ekanmi? 1 boshlanishi. Endi oxiri yo'q bo'lgandek, jannat va do'zaxni yaralgan kuni bor, lekin yo'q bo'ladigan kuni yo'q. Jannat va do'zax Alloh taolo ularni yo'qdan bor qilishi bilan paydo bo'ldimi? Jannat bilan do'zax Alloh ularni yo'qdan bor qilishi bilan paydo bo'ldimi? Endi xuddi shunga o'xshagandek, Alloh taolo uni yo'q qilib yubormasligi bilan doimiy ham bo'ladi. Wala yafnal jahimu walal jinanu wala ahluhuma ahlu intiqali. Do'zax, jannatlar hech fano bo'lmas, ularning ahllari ko'ch. Mana jannatlar jannatga kirganlaridan keyin, do'zaxlar do'zaxga kirganidan keyin, jannat eshiklari yopilganidan keyin oxirgi odam, qalbida ya'ni zarracha iymoni bor odam do'zaxdan chiqib jannatga kirganidan keyin eshiklar yopiladi va ko'zlar ko'rmagan, quloqlar eshitmagan, insonni aqli bovar qilmaydigan son sanoqsiz noz-u ne'matlar jannat ahllariga beriladi. U yerda inson aqli bovar qilmaydigan ne'matlarni ko'radi. Shunday bir huzur halovatda turganda Alloh subhanahu va taolo pardani ko'taradi va ular Alloh subhanahu va taoloning jamoliga nazar solishadi. Shunda aqllari o'chadi, hushlaridan ketib. Bu go'zallikni, bu azamatni, bu buyuklikni oldida aqllari o'chadi. Mana endi eng katta ne'mat Alloh azza va jallaning diydoriga qarash. Alloh taolo Qur'onda aytadi, astagfirullah, lilladina ahsanul husna va ziyada. Chiroyli amal qilganlar uchun al-husno bor. Al-husnoni mufassirlar jannat deb aytishadi. Chiroyli amal qilganlar uchun husno bor, jannat bor va ziyada. Yana ziyodalik bor. Nima u ziyodalik desa, Alloh azza va jallaning jamoliga qarashlik. Alloh azza va jalla jannatiylarga xitob qiladi. Ya'ni rozimisizlar degan ma'noda bir xitob bo'lganda, Parvardigor, qanday rozi bo'lmaylik? Axir yuzlarimizni yoriq qilding, amallarimizni ko'paytirding, rahmating bilan, fazling bilan jannatga kirgizding. Allohning rahmati, fazli bo'lmasa hech kim kirmas edi jannatga. Agar adolat qilganda hech kim jannatga haqli bo'lmas edi. Qanday rozi bo'lmaylik deyshadi. Shunda Alloh taolo yana ziyoda qilaymi deydi. O'zi aqllar to'xtab qoldi u yerdagi ne'matlarni ko'rib. Yana ziyodasi bormi deganda Alloh taolo hijobni ko'taradi. O'rtadagi pardani ko'taradi, Allohning jamoliga qaraydi ular. Shunda hozir aytayotgandek aqllar, hushlar uchadi. Endi o'ziga kelishadi. Parda tortildi. Endi savol. Endi jannatdagi ne'matlar skushni bo'lib qolmaydimi? Shu savol edi. Tushunarlimi? Allohni ko'rganingdan keyin, Allohga qaraganingdan keyin bu hurayni nima? Bu yeydigan, ichadigan, minadigan narsalari nima? Allohni diydorini ko'rgandan keyin bular skushni bo'lib qolmaydimi bizning tilda? Shu savolni inshaalloh nima qilamiz? Muolaja qilamiz. Demak, mu'minlar jannatga kirganlarida Alloh taoloni biror bir holatsiz, idrok qilishliksiz va biror narsaga o'xshatishsiz holda ko'radilar. Mu'minlar jannatga kirishganidan keyin, mana hozir aytib o'tdik, ularga ko'zi ko'rmagan, quloq eshitmagan son sanoqsiz ne'matlar beriladi. Mana bu haqida juda ko'p oyatlar bor. Shulardan ayrimlarini o'qiymiz. Astagfirullah. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Yutafu alayhim bisihafin min zahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Jannatga kiringlar. Sizlar va juftlaringiz shod bo'lursizlar. Ularga tillodan bo'lgan tovoqlar va qadahlar aylantirilur.
u yerda ko'ngil ishtaha qiladigan va ko'zlar lazzatlanadigan narsalar bordir. Sizlar u yerda abadiy qolursiz. Demak, bu yeyiladigan, ichiladigan, miniladigan, xullas shunaqa bir insonni ko'zini quvontiradigan ne'matlar beriladi. Hurayinlar beriladi. Mana shu jannat degan Alloh taoloning mukofotxonasi, ziyofatxonasiga kirishiga ega bo'lgan, mana shunday baxtga muyassar bo'lgan erkaklarga ko'plab ne'matlar beriladi va ular qatorida hurayinlar beriladi. Mana endi erkaklarga hurayin berilsa, ayollarga nima beriladi? Jannatga kirgan ayollarga esa bunaqa narsa aytilmagan. Buni hikmat haqida ulamolar quyidagi so'zlarni aytadi. Nima uchun bu narsa aytilmaganini so'ralmaydi, balki Alloh taoloning xohishi deb qo'yish kerak. Mana shu to'g'risi. Ikkinchi aytiladigan gap, bu yerda ikkita hikmat bor desak adashmaymiz. Birinchisi, ayollarning tabiati hayo. Shuning uchun Alloh taolo ayollarga ular hayo qiladigan narsani ochiq oydin bayon qilmagan. Ikkinchi gap, oyat karimada erkaklarning ayollarga bo'lgan rag'bati boshqa narsalarning muhabbatidan muqaddam qo'yilgan. Chunki mana dunyoda erkak kishiga eng yoqadigan 6 ta narsa saralganda, birinchisi ayol aytilingan. Astagfirullah. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf. Odamlarga ayollardan, bolalardan, to'p-to'p tillo va kumushdan, go'zal otlardan, chorvadan, ekin-tikindan iborat shahvatlarni muhabbati zinatlandi. Zinatli bo'ldi. Mana shu narsalar ko'zimizga chiroyli ko'rinadi. Keng hovli, chiroyli mashina, to'p-to'p oltin kumush, ayollar. Demak, mana shu oyatda insonda nafsi ishtaha qiladigan va uni ko'rganda lazzatlanadigan ne'matlar aytildi. Mana avvalida erkaklarni jannatga targ'ib qiladigan, ular yaxshi ko'radigan narsalarning eng birinchisi aytilganda ayol aytildi. Shuning uchun erkak kishi shu bir ayolga yetishligi uchun o'zini molini sarflaydi. O'zini haromoda bo'lishligi uchun qanaqa sarf-xarajat bo'lsa hammasini qiladi. Chunki dunyoda erkaklar qo'lga kiritadigan eng yaxshi ne'mat, eng yaxshi mato bu solih ayol. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ad-dunya mata'un va khayru mata'id dunya al-mar'atus soliha." Bu dunyo mato. Uy, mashina, telefon, dunyo mato. Dunyo matohdan iborat. Endi mana shu matohning eng yaxshisi solih ayol deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Mana jannatda jannatiylarga ato qilinadigan eng ulug' ne'mat Alloh azza va jallaga nazar solishlik hisoblanadi. Mana shunday bir ulug' baxtga muyassar bo'lgan solih insonlar Alloh taologa qaraydi. Alloh taoloni ko'radi. Mana endi O'shi rahmatulloh alayh ana shu holat, Alloh taologa qarash, Alloh taoloni ko'rishlik qanday bo'lish haqida so'z yuritadi-da, uni shaklsiz, idroksiz va biror timsolsiz bo'lishligini bayon qilgan. Shaklsiz, timsolsiz ko'riladi. Bu qanaqa bo'ladi? Sofo Loyor bobomiz aytadi: "Ko'ngilda ketsa, ko'zga tushsa har shay, erur andin munazzah xoliqi hay." Alloh haqida qanaqa tasavvur kelmasin hayolingizga, ko'zingiz oldingizga qanday surat kelmasin, Alloh undan pok. Alloh unaqa emas. Chunki Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing, Allohning zotini idrok qilishingdir deyilgan. Allohning zotini qanaqa ekanligini men idrok qila olmayman ekan dedingmi? Demak, Allohni tanibsan. Allohning zoti siri haqida bahs qilish shirk keltirishlikdir deyiladi. Shuning uchun biz Alloh taoloni jannatda ko'rar ekanda o'tirib olib, xayolga erk bermaymiz. Biz nima deb tasavvur qilmaylik, Alloh uni xilofida. Chunki har safar aytaman, 55, 56, 58 kallalarimiz bilan u g'ayb olamida bo'ladigan ishlarning xabarini tahlil qilib, mag'zini chaqishga harakat qilmaylik. Aqlimiz yetmaydi u yog'iga. Bundan 100 yil burun mana shu tirnoqda keladigan plastmasani ichiga 100 ta, 10 mingta kitob sig'ib ketadi desa, tasavvur qilganmi odamlar? Qilganmi? Yo'q. Hozir mana fleshkalar ichida 10 mingta kitob bor. To'g'rimi? Qarang, dunyoda inson ozgina berilgan ilm bilan
qilgan kashfiyotlariga insonda aqli lol qolyapti. Biz o'ylanib ham o'tirmaymiz, Alloh taolo qancha bizga ne'mat bergani. O'sha fleshkani yorib ko'ring, ichida nima bor ekan. Hech narsa yo'q uning ichida. Endi uning ichiga kitob sig'dimi? Siz aqlingiz olmasa ham, siz tushuna olmasangiz ham sig'dimi? Endi u yoqqa borganda nima bo'lishligini siz mana bu kallangiz bilan tasavvur qilaman deb harakat qilmay qo'yavering. Ma'qulmi? Qanaqa bo'lishini tushunishingiz muhim emas. Muhimi o'sha borib olib ko'rish. Ko'ngilda ketsa, ko'zga tushsa har shay erur andan munazzah xoliqi hay. Alloh haqida qanaqa tasavvur kelmasin kallangizga, qanaqa surat kelmasin ko'z oldiga, Alloh unaqa emas. Endi idroksiz ko'rish deganda ko'rilgan narsani tasvirlab bera olmaydigan, uni qandayligini tushuntirib bera olmaydigan hamda yodida saqlab olmaydigan darajada ko'rish tushuniladi. Mana javob berdik. Nimani shundaylar? Yodingizda saqlab qola olmaysiz. O'shuning uchun o'zingizga kelganingizda jannatda boyagi ne'matlar svejligicha turadi. Hijob ko'tarildi, jannatilar Alloh taologa qarab Allohni ko'rdi, endi uni tasvirlab bera olmaydi. Tili aqli ojiz, tushuntirib bera olmaydi, ojiz, yana yodida saqlab ham qola olmaydi. O'ziga kelgandan keyin qarasangiz, ko'rmagandek, yana boyagidek jannatdagi hamma ne'mat nima? Yangi aytyapmiz-ku, biz Alloh taolaning shu jannatiga kirib olaylik, birodarlar. Siz bilan biz tasavvur qilgan muammo yo'q u yerda. Siz bir muammoni tasavvur qiling, Alloh taolo uni hal qilib qo'ygan. Birodarlar, u Robbimizning mehmonxonasi, Robbimizning ziyofatxonasi, Robbimizning solih bandalarga beradigan mukofotxonasi. U dunyodagi 700 lik va 800 yulduzli gostinitsa bo'lsin, 3 kunda zerikasiz. Mana qayerga intilish kerak. Mana maqsadni qayerga qo'yish kerak. Demak, Alloh taoloni jannatilar ko'rgandan keyin uni tasvirlab bera olmaydi, uni tushuntirib bera olmaydi va yodida saqlay olmaydi. Bu haqida Alloh taolo Qur'onda aytadi. Astagfirullah, wujuhu yawma idin nadira ila robbiha nadira. U kunda chiroyli yuzlar bor, Robbisiga nazar soluvchilar. Ya'ni oyatda aytayapti, Robbisiga nazar soladi, qaraydi, ko'radi deb. Endi kofirlar o'sha kunda Alloh taoloni ko'rishlikdan to'silib qolishadi. Kalla innahum an robbihim yawma idin lamahjubun. Yo'q, albatta ular o'sha kunda o'z Robbilarini ko'rishdan to'silurlar. Mo'minlar ko'radi, kofirlar to'silib qoladi. Imom Shofiy rahmatullohi alayh mana shu oyatda mo'minlarning Alloh taoloni ko'rishlariga dalil bor degan. Kofirlardan to'sildimi? Demak, mo'minlardan to'silmaydi. Imom Malik rahmatullohi alayhi esa uning dushmanlari to'silgan va uni ko'ra olmaganlaridan keyin o'zining do'stlariga tajalli qiladi. Ya'ni o'zini namoyon qiladiki, u zotni mo'minlar ko'rishadi. Boshqa bir oyat karimada ko'zlar Allohni idrok eta olmasligi xabar berilgan. Astagfirullah, la tudrikuhul absar va huwa yudrikul absara va huval latiful xabir. Ko'zlar uni idrok etmas. Ko'zlarni u idrok etar. Haligi oyatni yoki hadisni zohiriga qarab turib, tarjimasini eshitib turib, xulosa qilib oladigan odamlarga juda ham bir xatar bor shu yerda. Ko'zlar uni idrok eta olmas. Demak, ko'z ko'rmas ekan Allohni. Demak, Allohni ko'rib bo'lmas ekan. Qur'ondan dalil bor degan paytda oyatni zohiriga qarab xato qilyapti. Oyatlarni, hadislarni, akalar, ukalar, biz tarjimasiga qarab turib hukm chiqarishlikka, hukm olishga bizning haqqimiz yo'q. Ma'qulmi? Chunki bir oyatlarni o'qisang, Allohni ko'rib bo'lmaydi deyapti mana. Ko'z ko'rmaydi Allohni deyapti. Tevada Robbisiga qaraydi deyapti. Ko'radi deyapti. Qana qilib biz muvofiqlashtiramiz birga bu ikkita oyatni? Mana shu o'rinda biz kimligimiz ma'lum bo'lib qoladi. Endi bizga faqatgina ko'zlar ko'rmaydi degan oyatni aytib turib, ikkinchi oyatni aytmasa, ko'rmaydi deb urushib yuraveramiz. Meni hujjatim bor, meni dalilim bor deb. Xo'p, demak bitta oyatda qaraydi dedi, Allohga ko'radi dedi, bitta oyatda ko'rmaydi ko'zlar uni dedi. Buni qanday tushunamiz? Mana shu oyat karimani ma'nosini 5 xil ta'bir qilishadi ulamolar. Birinchisi, uni ko'zlar ihota qila olmaydi.
Alloh esa ko'zlarni ihota qiladi. Ikkinchisi, ko'zlar uni ko'rmaydi, u ko'zlarni ko'radi. Biz oyatni zohiridan tushungan ma'no. Ko'zlar Allohni ko'ra olmaydi, lekin Alloh ko'zlarni ko'radi. Mana shu so'zni aytuvchilar ikkita dalil keltirishadi. Birinchisi, ko'zlar oldidagi narsani ko'radi. Ko'zlar bilan ko'riladigan narsalar orasida masofa, fazo bo'lish kerak. Shu bois o'zlariga jips bo'lib turgan narsalarni ko'rmaydi. Agar ko'zlar uni ko'rsa, u chegaralanib qolishi lozim bo'lib qoladi. Shuning uchun ko'zlar uni ko'rmaydi. Siz bir narsani ko'rishligingiz uchun jism bo'lish kerak, yorug'lik bo'lish kerak va ko'zingiz bilan shuni o'rtasida masofa bo'lish kerak. Fiqhul akbarda keladi, mu'minlar Allohni ko'rishadi, Alloh bilan bandalarning o'rtasida masofa bo'lmaydi deydi. Voy, unda qana qilib ko'radi? Mashina taqib oldingiz ko'zingizga telefoningizni. Ko'ra olasizmi? Ko'rish uchun nima kerak? Masofa kerak. Imom Azam aytayapti, Allohni ko'rishadi, Alloh bilan bandaning o'rtasida masofa bo'lmaydi deyapti. Unda qana qilib ko'radi? Boshida nima dedik bunga? 56-58 kallayni ovora qilma. U yoqqa borganda ko'rasan. U yerdagi haqiqatni tushunishlikka harakat qilma bu kallang bilan, u boshqa olam deb aytdik. Mana shu fikrni aytayotganlarning ikkinchi so'zi eshitish, ovozlarni idrok qilishlik degani. Eshitish, ovozlarni tushunish, idrok qilishlik degani bo'lsa, ko'rish degani ranglarni idrok qilishlik degani bo'ladi. Endi Alloh taoloni ranglar bilan vasf qilish mumkin bo'lmaganidek, ko'rish bilan ham vasf qilish mumkin emas deyshadi. Uchinchi fikr, uchinchi ta'vil. Bu dunyoda mahluqotlarning ko'zlari Allohni idrok eta olmaydi. Oxiratda esa Robbisiga nazar soluvchilar ma'nosidagi oyatni taqozosiga ko'ra uni idrok etadilar. U zot esa dunyo va oxiratda ko'zlarni idrok qiladi. To'rtinchi ta'vil. Dunyo va oxiratda zolimlarning ko'zlari uni Allohni idrok eta olmaydi. Mo'minlarning ko'zlari idrok etadi. Chunki idrok etish osiylardan man qilinib, mo'minlarga ato etiladigan izzat ikrom deyiladi. 5-ta'vil. Ko'zlar uni dunyo va oxiratda idrok eta olmaydi, lekin Alloh taolo o'zining do'stlariga ulardagi 5 ta sezgilardan boshqa 6-sezgini yaratadi, uni o'sha alohida sezgi bilan ko'radilar. Qarang, Allohni ko'zlar ko'ra olmaydi, idrok qila olmaydi, lekin Alloh ko'zlarni idrok qiladi degan oyatni 5 xil ta'vili bor ekan. Biz tarjimasiga qarab turiblar, bo'ldi, ko'z ko'rmaydi ekan deb to'xtaymizda. Shuning uchun biz haddimizni bilaylik. Biz o'rnimizni bilaylik. 1000 yildan beri turgan aqidani noto'g'ri deb olgani sal insof qilaylik. Mana Alloh azza va jallani ko'rishlik haq ekanligiga mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan ham mana ayrimlarni o'qiymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda, innakum satarawna robbakum kama tarawna hadal qamara va la tudamuna fi ru'yatihi. Jarir ibn Abdulloh radhiyallohu anhudan biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlarida edik. U zot to'lin oy kechasida oyga nazar soldilar. Bilasizlar, oy birinchi, ikkinchi kuni ko'rinmaydi, yangi oy. 3-kundan ko'rinishni boshlaydi. Ingichka bo'lib chiqadi, keyin qalinlashib turib 14 kun bo'lganda to'liq oy bo'ladi. Oy to'ladi. Shunday qorong'i kecha tunda mana osmonga qarasangiz to'ldirib turadi osmonni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'lin kechasidagi oyga nazar soldilar-da, sizlar yaqinda Robbilaringizni bu oyni ko'rgandek ko'rasizlar. Uni ko'rishda qiylanmaysizlar. Ya'ni havo ochiq bo'lsa, bulut bo'lmasa, osmonda oy to'liq turgan bo'lsa, jannatdagi eng oliy ne'mat. Siz bilan bizning hamshaharimiz Sirojiddin o'sha aytadi, fayansawna naima idza ra'awhu faya khusrana ahli al-i'tizali. Tarjimasi, uni ko'rgan vaqtlarida ne'matlarni unutadilar. Bas, ey odamlar, mu'tazililarning adashishlaridan ehtiyot bo'linglar. Nazmi bayoni, ne'matlar unutilar, uni ko'rsalar qachon, hazir bo'ling mu'tazila ahliga ziyon. Mana mu'tazila toifasi. Bular Imom Ahmad ibn Hanbal davrida ishlari ko'zga ko'rindi.
Abbosiy xalifalarning yoniga vazir bo'lib kirib olishdi va o'zlarining mana shu noto'g'ri e'tiqodlarini 20 yil davomida qilich bilan ummatga majburan o'tkazishdi. Lekin botil edi bu. Xalifani qilich bilan odamlarni majbur qilgan bo'lsa ham, biz oyatda aytib o'tdik. Ko'pik yo'q bo'lib ketadigan narsa, hazakam narsa keladi, ketadi, ammo odamlarga foyda qiladigan haqiqiy narsa qoladi. Butun ummatni majbur qilishdi o'zlarining e'tiqodiga. Ular buzuq e'tiqodlariga ko'ra Allohni ko'rib bo'lmaydi deyshar edi. Qur'onni Allohning kalomi emas, Qur'onni maxluq deyishgan edi. Shunga o'xshagan adashgan e'tiqodlari bor edi. Yana qaytarib aytaman, Abbosiy xalifalarning yoniga kirib olib, qilich bilan ummatni o'zini e'tiqodga majbur qilsa ham, bu e'tiqodini o'tkaza olmadi. Bor yo'g'i 20 yilda yo'qib ketaverdi. Shuning uchun aytyapmiz, ukalar, bizga ko'zimiz yiltirab ko'rinayotgan narsachi bu yangilik emas. Ahli sunna val jamoaga hujum qilganlar, tosh otganlar 1000 yildan beri tosh otib kelyapti. Va bu ahli sunna o'zining e'tiqodini, yo'lini himoya qilib hujjat dalillab kelyapti. O'sha 1-3 asr va undan keyingi davrdagi ulamolarning gapiga ergashamiz, o'sha asl narsa ekan. Aloddin domlamiz rahmatlik bir suhbatimizda aytgan ediki, 500 yil, 800 yilda uyog'ida yozilgan kitoblarni o'qitish kerak madrasalarda. Shunda bo'linish, ixtilof bo'lmaydi degan edi. Mana endi tushunib yetyapmiz nima uchun unday deganligini. Jannatiylar jannatga kirar ekanlar, ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, son sanoqsiz ne'matlarga ega bo'lishadi. Alloh taolo bu haqida shunday deydi. Astagfirullah. Ala sururin mawduna muttaqiina alayha mutaqabilin. Yatufu alayhim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. La yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ayn ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ular oltindan yasalgan so'rilarda, yastangan hollarida bir-birlariga yuzma-yuz bo'lib o'tirurlar. Ustlarida esa mangu yosh bolalar aylanib xizmatda yururlar. Oqar chashmadan olingan may to'la qadahlar, ko'zalar va kosalar bilan. U maylardan ularning boshlari ham og'rimas, mast ham bo'lmaslar. Yana o'zlari tanlab oladigan mevalar bilan, ishtahalari tortadigan qush go'shtlari bilan ham ta'minlanib tururlar. Yana ular uchun oppoq yuzli, katta va chiroyli ko'zli hur qizlar ham bo'lurki, ular xuddi pardaga o'ralgan durlar kabidir. Bu ular dunyoda qilib o'tgan amallarning mukofotidir. Mana shunday ajoyib noz ne'matlar ichida jannatlar o'tirar ekan, Alloh subhanahu va taolo pardani ko'taradi va ular Alloh taoloning diydorini ko'radilar, hamma narsani unutishadi. Shu ma'noda Hishom ibn Hasson aytadi: albatta Alloh taolo jannat ahliga o'zini namoyon qiladi. Jannat ahli uni ko'rgan paytlarida jannat ne'matlarini unutadilar. Ammo unutadi degani keyin ular uchun jannat zerikarli bo'lib qoladi degani emas. O'tgan safar aytdik-a, Alloh taoloning jamolini ko'rgandan keyin bu jannatdagi ne'matlarda qadri qolmaydi. Allohning jamolini ko'rish qadayu, bu yerdagi jannatdagi ne'matlar qadi. Allohning diydorini ko'rgandan keyin jannatdagi ne'matlar zerikarli bo'lib qolmaydimi degan savolga javob berdik. Nima deb? Allohning jamolini ko'rib, ular tasvirlab, tushuntirib bera olmaydi va eslab qola olmaydi. Alloh taolo pardani topgandan keyin yana bob-boyagidek jannat yangilikcha turaveradi, birodarlar. Demak, jannatiylar Alloh taoloni ko'rgan vaqtida uni tasvirlab bo'lmaydigan darajada ulug'ligidan boshqa ne'matlarni unutib unga mahliyo bo'lib qoladi. Ammo jamolini Alloh taolo to'sgandan keyin ana shu ko'rilgan narsani tasvirlab, tushuntirib bera olmasliklari, yodda saqlab qola olmaganliklari sababidan, idrok eta olmaganligidan jannat ne'matlarining ichida yana rohatlarini nima qilishaveradi? Yashayverishadi. Mulla Ali Qori aytadi: "Hazir bo'ling, Mu'tazila ahliga ziyon" degan paytda Mu'tazili firqasidagilar bordi-yu jannatga kirib qolsa ham, bular ham la ilaha illalloh deganda, ular Alloh taoloni jamoliga qarashidan mahrum bo'ladi degan ishora bor deb aytadi. Bu Mulla Ali Qorining so'zi edi. Chunki banda
Alloh haqida qanday gumonda bo'lsa, Alloh shunday bo'ladi. Hadis qudusiyda Alloh taolo aytadi: "Ana inda zonni abdi bi. In zonna khayron falahu va in zonna sharron falahu." Men bandamning men haqimda qilgan gumonidaman. Ya'ni bandam meni qanday gumon qilsa shunaqaman. Agar men haqimda yaxshilikni gumon qilsa, yaxshilik unga bo'ladi. Agar men haqimda yomon narsani gumon qilsa, yomonlik unga bo'ladi. Ana shu hadislarda keladi, do'zaxga hukm qilindi bir banda. Qalbida iymoni bor. Gunohlari ko'pligidan do'zaxga hukm qilindi. Iymon bilan chiqib olgan dunyodan. Do'zaxga olib kirib ketayotganda orqaga qarab qo'yar ekan. Shunga mazmunda hadis bor. Alloh taolo to'xtatinglar deydi. Nimaga orqaga qarading deydi. Hali banda, Parvardigor, men sen haqingda bunaqa gumon qilmagan edim. Nima deb gumon qilgansan men haqimda? Meni kechiradi, meni jannatga kirgizadi deb gumon qilganman sen haqimda der ekan. Shunda Alloh taolo kirgizinglar buni jannatga deydi. Shuning uchun hadisda aytilyapti, men haqimda yaxshilikni gumon qilsa, yaxshilikni topadi, yomonlikni gumon qilsa, yomonlikni topadi. Mu'tazila toifasidagilar Allohni jannatga kirganda ko'rib bo'lmaydi dedimi? Demak, bular Allohni ko'rmaydi endi. Mulla Ali Qori shunday deb aytadi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.